telefonga qaramlikdan qutulmoqchi bo'lsangiz, gaplarimni diqqat bilan eshiting. Hozirgi kunda sizni to'liq potensialingizni yuzaga chiqarishdagi eng katta muammolardan biri bu ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik. O'rtacha hisobda 70% ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uyqudan turiboq 5 daqiqa o'tar o'tmas telefonlarga qo'l yugurtiradi. Ijtimoiy tarmoq algoritmi shunaqa tuzilganki, har bir video sizni miyangizda ishlab chiqariladigan dopamin miqdorini pikda ushlab turishga xizmat qiladi. Endi bundan qanday qutulish mumkin degan savol tug'iladi. Birinchi navbatda, har kuni ertalab turganingizdan keyin yoki kun davomida telefoningizni ushlashdan oldin 10 daqiqa pauza qiling. Ikkinchisi, sizga keraksiz har qanday dasturlarni va muhim bo'lmagan insonlardan keladigan xabarnomalarni hammasini o'chiring. Uchinchisi va eng muhimi, kun davomida telefon ishlatmaydigan muddatlarni belgilab oling. Misol uchun ertalab turib telefoningizni bir marta tekshirdingiz va kunning ikkinchi yarmigacha, soat 3-4 gacha umuman telefoningizga tegmang. Aynan shu usullar miyadagi dopamin tizimini to'g'irlashga va qaramlikdan qutulishga yordam beradi.